Assalomu alaykum. Bugungi mavzuyimiz eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarda nutq rivojlanish darajalari. Rejalarimiz eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarda nutq muammolari, nutq rivojlanishi uchun eshitish qobiliyatining ahamiyati, eshitish nuqsonlariga ega bo'lgan bolalarning lug'at boyliklari. Eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarda nutq muammolari. Barchamizga ma'lumki, eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarda nutq muammolari ko'pincha uchraydi. Ushbu bolalarda odatda tovushlarni to'g'ri qabul qilish va ajratish qiyinchiliklari sababli nutq rivojlanishi sekinlashadi. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, eshitish qobiliyati past bo'lgan bolalarning taxminan 50-80% da nutq muammolari duch keladi. Ular yangi so'zlarni o'rganishda, talaffuzda va grammatik tuzilmalarda qiyinchiliklarga duch kelishadi. 70% gacha bolalarda eshitish moslamalarining qo'llanilishi va logopedik terapiya nutq rivojlanishini sezilarli darajada yaxshilashi mumkin. Shu sababli erta aniqlash va muvofiq davolash usullarini qo'llash muhim hisoblanadi. Eshitish qobiliyati nutq rivojlanishida muhim rol o'ynaydi. Bola tug'ilgandan so'ng u atrofdagi tovushlarni eshitish orqali, ya'ni taqlid qilish orqali bolaning nutq jarayonlari shakllantirib boriladi. Ayniqsa bu jarayon 3 yoshgacha bo'lgan davrda juda ham qizg'in va faol tarzda kechadi. Eshitish qobiliyatidagi muammolari bo'lgan o'quvchilarda albatta nutq kechikishiga olib kelishi mumkin. Misol uchun, eshitish qobiliyati past bo'lgan bolalar erta lingvistik qobiliyatlarni rivojlantirishda qiyinchiliklarga duch kelishi mumkin. Bu erta, ayniqsa eshitish moslamalarini va terapiya yordamida bartaraf etish mumkin hisoblanadi. Shu sababli erta yoshdan eshitish testlari va eshitish qobiliyatini nazorat qilish tavsiya etiladi. Eshitish nuqsonlariga ega bo'lgan bolalar lug'at boyligi rivojlanishiga alohida e'tibor talab etadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, eshitish qobiliyatida nuqsoni bo'lgan bolalar eshituvchi tengdoshlariga nisbatan ancha cheklangan nutq boyligiga ega bo'lishlari, bundan tashqari o'zlarini chetga tortishlari, jamiyatda o'zini adaptatsiya qilish holatlari ham biroz kechroq rivojlanadi. O'zgarishlarga yetganda odatda 40-50% kamroq so'z boyligi bilan cheklangan bo'lishi mumkin. Muloqot usullari ko'proq ko'rgazmali va maxsus ta'lim dasturlari orqali lug'at boyligini oshirishga harakat qilinadi. Yashash muhitida turli vizual va sensor stimulyatorlarni qo'shish bu jarayonni yaxshilashga yordam beradi. Bolalar uchun mos keladigan shaxsiylantirilgan dasturlar yordamida lug'at boyligini oshirish imkoniyatini yaratadi. Shuningdek, ular bilan dars jarayonlarini tashkil etishda ko'proq ko'rgazmali vositalarga tayangan holatda dars jarayonlarini tashkil etilish bu samarali usullardan hisoblanadi. O'rganishdagi qiyinchiliklar va ularni bartaraf etish usullari. Albatta, ular eshitmaganliklari sababli o'rganishda ham bir qancha muammolarga duch kelishadi. O'rganish qiyinchiliklari ko'pincha diqqatni jamlash, xotirani mustahkamlash yoki ma'lumotlarni tushunishga to'g'ri keladi. Ushbu qiyinchiliklarni bartaraf etish uchun bir nechta usullar qo'llashimiz mumkin. Masalan, rejalash va tashkilotchilik har kuni aniqlanadigan maqsadlar va vaqtni tejashdan foydali. Takrorlash va vizuallashtirish, ma'lumotlarni doimiy takrorlash va grafik yoki diafragmalar orqali o'rganishga yordam beradi. Kichik qismlarga bo'lish, katta ma'lumotlar kichik boshqariladigan qismlarga ajratish konsentratsiyasini oshiradi. Faol o'yinlar va interaktiv materiallar, o'yinlar orqali o'rganish qiziqarli va samarali bo'lishi mumkin. Ayniqsa, bunday jarayonlar eshitishda nuqsoni bo'lgan o'quvchilar uchun juda ham samarali usullardan hisoblanadi. Logopedik terapiya nutq buzilishlarini davolashda muhim rol o'ynaydi. O'zbekistonda har yili 100 ming aholiga o'rtacha 320 nafar logopedik yordam muhtoj odam to'g'ri keladi. Ular orasida bolalar alohida e'tibor talab qiladi. Chunki 6 yoshgacha bo'lgan yosh bolalarning taxminan 15-20% da nutq rivojlanishidagi muammolar duch keladi. Logopedlar nutq rivojlanishi, talaffuz tuzatish va kommunikatsiyani yaxshilash bo'yicha mutaxassislar bo'lib, ular individual yondashuv orqali bemorlarning ijtimoiy integratsiyasini ta'minlaydi. Rivojlangan mamlakatlar ta'lim tizimida logopedik yordam majburiy komponent sifatida kiritilgan bo'lsa, O'zbekistonda bunday yordam hali to'liq tizimlashtirilmagan, ammo ahamiyat ortib bormoqda. Eshitish moslamalari va nutq rivojlanishi.
Eshitish moslamalari eshitish qobiliyatini yaxshilash uchun qo'llaniladi va bu moslamalar nutq rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatadi. Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, dunyoda taxminan 466 million kishi eshitish qobiliyati muammolariga duch keladi. Eshitish moslamalari orqali bolalarda nutq rivojlanishi erta yoshdan boshlanadi. Tadqiqotlar ko'rsatadiki, eshitish moslamalari erta yoshdagi qo'llanilgan bolalar nutq va til rivojlanishi bo'yicha sezilarli ijobiy o'zgarishlar kuzatilgan. Shuningdek, eshitish moslamalari kattalarda ham kommunikatsiyani yaxshilaydi va ijtimoiy faollikni oshiradi. Eshitish apparati va implantatsiya turlari. Eshituv apparatlari va implantatsiya turlari eshitish qobiliyati yo'qolgan yoki cheklangan odamlarga yordam berish uchun qo'llaniladi. Eshituv apparatlari va ovozni kuchaytirish orqali ishlaydi va ularni quloq ichki yoki tashqiga joylashtirish mumkin hisoblanadi. Implantatsiya turlaridan biri koxlear implantatsiya bo'lib, bu quloqning chuqur qismiga kiritiladi va ovozlarni to'g'ridan-to'g'ri asab tolalari orqali miyaga uzatadi. Bunday implantlar odatda og'ir eshituv qobiliyati past odamlar uchun mo'ljallangan bo'lib, bu juda ham qulay hisoblanadi. Qirollik tillaridan foydalanish farqlar xilma-xil omillarga bog'liq. Masalan, Buyuk Britaniyada qirollik oilasida received pronunciation keng qo'llaniladi. Bu talaffuzda muayyan lahja yoki dialektlardan farqli o'laroq aniq qoidalar va o'ziga xos tovushlar mavjud. Bugungi darsimiz tamom. E'tiboringiz uchun rahmat.